Bugungi raqamli davrda internet hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ammo undan noto'g'ri foydalanish kiberjinoyatchilik qurboniga aylanish xavfini oshiradi. Kiberjinoyatchilar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, moliyaviy firibgarlik va yolg'on internet saytlaridan foydalanuvchilarni aldash usullaridan foydalanishadi. O'zingizni kiberjinoyatchilardan himoya qilish uchun quyidagilarga amal qiling. Parollaringizni murakkab va maxfiy saqlang. Shubhali havolalarga bosmang va noma'lum manbalardan fayl yuklamang. Shaxsingizni ijtimoiy tarmoqlarda oshkor qilmang. Antivirus dasturlaridan foydalaning va ularni muntazam ravishda yangilab boring. Bank ma'lumotlarini faqat rasmiy va ishonchli saytlar orqali kiriting. Unutmang, kiberxavfsizlik bu har bir foydalanuvchining mas'uliyati. Axborot texnologiyalari nafaqat imkoniyat, balki javobgarlik hamdir.